Mana ulimda ham o'z sevgan o'rdaklarga uylab qo'ydim. Endi hatyapti o'zini aravasini o'zi tortar, so'tak. Dada, keliningizni qulpni yegiz kelyapti ekan. Shunga 100 ming so'm bering. Uyda yegani kasbga yo'q, kelinim qulupni yer ekan, ulim. Qulupni yeguncha muni yesin. Dada, muni yesin, bana olib kirib ber. Rahmat. Jonim, men ham o'zgardim, lekin o'zgarsa ketmadim. Bilaman jonim, men ham kutdim bu. Ye, astag'firulloh. Dada, Ha, ulim. kelingizga shampun olib keling. Shampun uyda bor, ulim. Voy, kelin sochi yoqmayapti ekan, dada. Buningga kalla qo'yganimda bir-biringga bir umr yaqmay o'tib ketasan. Yo'qol oqibatar ko'zimga ko'rinma. Xo'p. Nima deb aytyapti oxirgi paytlar ulim? Ye! Men senlarni boshingga shampun qidirib yuribman, yoqami yoqmaymi deb. Senlar bayda laycha-laychami? Hozir ikkoving ham laycha qilaman, hoppa. Uf, yana shu sassiq cholmi? To'ydan keyin ko'ting deb foraman deb aytdingiz-ku, teping. Nima? Nima deyapsan, so'tak? Otangni ko'tiga tepsang, enangni yerini puliga yasaysanlarmi? Men senlarga bozor kelinimni chachiga yoqmaydi deb shampun qidirib yuribman. Bugun o'ylab qo'yishga qudratim yetadi, tushundingmi? U ham o'rdaklar, bu ham o'rdaklar. Faqat buni joni yo'q xolos eplasang bo'ladi. Tep! Otangni tep! Ota hozir tepmagan.